Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun 2 yillikka 1 yillik Koson tumaniga zakaz asosida yasalgan prinsipimizni topshiryapmiz. Kech bo'lib ketib qoldi. Hop, hozir elektrik ishlarni elektrik qilyapti. Demak, bu zakaz bugun opshi shiviller, hamma joy oltorishlar shiviller. Ramalar yonlari qalin list, taglari ham qalin list. Bunga demak oradagi profillarni ko'proq qo'yib berganmiz, ko'rishingiz mumkin. Umuman mayda-mo'l ham qo'zicha boshqa tushib ketmaydi. Bemalol risollari tilishga risor yuk ko'taradigandan bo'lgan 2 tonnagacha yuk ko'taraveradi. Bemalol. Kimga mashina pristo kerak bo'lsa, pastdagi telefon raqamiga aloqaga chiqib qo'yasizlar, chiroyli qilib taxlab beraveramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizda buni tayyorlanayotganlari ham bor. Buni ham Qarshi shahriga, demak, variantga sotdik. Qaval mahallasiga. Nasib bo'lsa, ertaga buni ham chiqaramiz, videosini qo'yaman. Kimga mashina prinsiplar, demak, variantga bo'lib to'lashga naqdga kerak bo'lsa, qilib beraveramiz. Qulay shartlar asosida. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar.